Bu prezidentimizning qarori bilan 2024-yil yoshlarımızga shu bir konturdan yer berildi. Mana bu yerlarda 20 dan ziyod yoshlar dehqonchilik qilib saf daromadga ega bo'lyaptilar. Endi har yoshga 30 sotikdan 40 sotikdan yerlar berilyapti. Asosan bu yerlarga shu 2 marta hosil olib, o'tgan yil birinchi dehqonchiliklarimiz shu kartoshka ekdik. Bir konturda shu hammamiz kartoshka ekib, kartoshkalarni shu bozorlarga, o'zimizda shu tumandagi bozorlarga chiqardik. Endi undan ham yaxshi yomon emas, kamida bir 25-30 million kartoshkani o'zidan daromad qildik. Keyin kartoshkani yig'ib terib olgandan keyin uni keyiniga mana koreyskiy chimchi karamlar ekilgan. O'tgan yil karam narxi juda ham yaxshi bo'ldi. 7 ming 8 mingdan ham sotgan paytlarimiz bo'ldi kilosini. Bu yil ham xudo xohlasa shu narxlar bo'lsa, dehqonlarimiz ancha daromadga ega bo'lishadi. Mana shu kuzgi ekilgan koreyskiy karamlarimiz nafaqat o'zimizning ichki bozorlarga eksport ham bo'lyapti. Hozir asosan Qozog'iston Respublikasiga eksport qilyapmiz. Mana o'zi hozir koreyskiy karamlarimiz bilan tayyor bo'lib qolgan. Uzib buni eksportga yuborishga ana yaroqli mana pishib tayyor bo'lib turibdi. Ya'ni ular o'zlari mashinalarni yuborishadi. Biz bu yoqda uzib Qozog'istonga shu mahsulotlarimizni yuboramiz. Yerlardan mana yaxshi daromadlar olyapmiz, foydalar olyapmiz. Endi shu bo'sh yurgan yoshlarimizga ham tavsiya qilib qolaman. Ya'ni shu dehqonchilik ishlarini qilib ko'rishsin, harakat qilishsin. 1-2 marta ishlagan odamga uncha qiyin emas. O'zi ertalab barvaqtroq turib ishlasa, o'zi Xudo rizqini beradi. Hozir chet el ham uncha oson bo'lmayapti. Shu oilamiz, bola chaqamiz oldida kirib chiqib, hozir mana yiliga 2 marta dehqonchilik qilib daromad olyapmiz. Yana shunaqa yoshlarga shunaqa yerlar yana berilsa, undan ham ko'proq daromad olish niyatimiz bor, Xudo xohlasa.